Men Surxondaryo viloyatida Sherobod tumanida yashayman. Rajab va Jumagul. Men o'g'limni 1 yildan beri qidiryapman. Yo'q. Husanov Ortiq 84-yil tug'ilgan. Iltimos, musofir yurtda yurgan o'g'illarim Moskvada, Tulada ishlagan, ko'rgan bilganlaringiz bo'lsa, yordam qilingizlar. Otasi o'lib ketgan. Yolg'iz boquvchim, mening boshqa naim yo'q. 1 yildan beri kasalman, lekin men kutayapman. Yordam qilingizlar, iltimos. Ko'rgan bilganlaringiz bo'lsa, menga birontagina xabar jo'natingizlar, iltimos sizlardan. O'g'lonlarim, sizlarning ham onalaringiz bordir mendek.